Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birgalikda ko'p kishining istaklariga asosan erkak va ayollarning kiyimlarini sotadigan Guanzhouning eng arzon bozorlaridan biriga keldik. Bu bozorimizni bugun sizlarga to'liq obzor qilamiz. Qayerda joylashgan, qanday qilib kelinadi va bu yerdagi narx-navolarni bugun sizlarga ko'rsatamiz. Xo'p, bu 6 va 11 liniyalarni tutashgan Shahe bekati hisoblanadi. A chiqishidan chiqqan paytinglarda yon tarafda bozorlar boshlanadi. Katta bozorlar bor. Har biri kamida 6-7 etajli bozorlar. Har biriga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Biz ham xudo xolasa hozir boshlaymiz. Ichiga kirib, har bittasini kiyimlarini, olgan kiyimlarimizni obzorlarini qilamiz, sizlarga narxlarini ko'rsatamiz. Bugun adashmasam 18-avgust 2026-yil va shu kundagi narx-navolarni sizlarga ko'rsatamiz. Va yana bitta narsani aytib o'taman. Agar sizlarga Xitoyga kelmoqchi bo'lsangiz yoki Xitoydan narsa zakaz qilib o'z biznesingizni yana ham rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, bizga Instagram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizlarga kerakli tovarlarni birinchi qo'ldan yetkazib beramiz. Kargo xizmatlari bo'lsin, yuklaringiz bo'lsa, ularni jo'natish bo'lsin, hammasini o'zimiz qilib beramiz. Agar ushbu mavzudagi videolarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, albatta bizning Instagram va YouTube kanallarimizga obuna bo'lib, like, kommentariy yozishni unutmanglar. Qani unda ketdik. Xo'sh, orqamda turgan bu Shaha Plaza. Bunday do'konlar juda ham ko'p. Bu katta do'konlar. Boya aytganimdek, har biri 4 etajdan iborat bo'lganligi uchun har bittasini ko'rsatamiz sizlarga. O'zimiz bugun yuk olgani kelganmiz. Yuklarimizni olgan joylarimizdan ham sizlarga narx-navolarni ko'rsatamiz. Xo'p, bu yerda faqat ayollarning kiyimlari. Hali erkaklarnikiga yetib bormadik. Hozir faqat ayollarnikini olyapmiz birinchi. Ayollarnikini ko'rsatamiz. 4 etaj Shaha Plaza. Kelganinglarda metrodan bir 200 metr pastroqda Shaha Plaza. Kelib bemalol shu yoqdan ham olsanglar bo'laveradi. Hop, Shaha Plazadan mana shu do'konimizga kirganimizda biz hozir oldik. Mana shunaqa polo ayollarnikini. Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Mana shu narsani biz 35 yuandan oldik. Materiallari yaxshi, zamochkali. Qora rangi bor. Bularni xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga hali obzorni qilamiz. Bizga O'zbekistonga mana shularni jo'natyapmiz. Hammasi polo. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Oq rangda hozir ko'rsataman. Oq rangi ham juda chiroyli. Mana. So'mda qancha bo'lishini yozib qo'yamiz albatta. Bunga olaman deganlar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar. Seri rangi bor. Kul rang. O'zbek tilida. Kul rangi. Va boshqa yashil rangi ham bor. Yashil rangi ham juda chiroyli. Ko'rishingiz mumkin. Four pieces or 5 pieces. 我只要4块，或者5块。可以呀，明天可以给你送啊。How about the payment? How much I will pay for delivery? 付款怎么样？我要付多少送货费？ Mana shunaqa qilib xitoyliklar bilan kelishib olyapmiz narsalarni. Sizlarga dvoykalar, женский dvoykalarni ko'rsatamiz. Narxlari zo'r chiqdi. Hop, bu yerda mana shunaqa koftalarni oldik. Mana shunaqa koftalar. Ko'rishingiz mumkin, sariq rangini. Mana shuni ham pololarni ham bo'lsa har xil ranglardan oldik. Hop, mana shularni 25 yuandan oldik. Bular ham shunaqa yo'q, bular 27, mana bunaqa materiallisi 25 edi. Ha, bu 27. Ko'rishingiz mumkin. Do'konda har xillari bor. Orada bir mana shunaqa narsalar ham rosa moda bo'lganda 3 yil oldin.
Xo'sh, hozir bitta do'konimizga kelganmiz. Bu do'konimizda deyarli O'zbekiston kuz mavsumi uchun kerakli narsalar, hamma narsasi bor va narxlar juda ham arzon. Ko'rishinglar mumkin do'konni, juda ham chiroyli narsalari. Kuzgi mavsum uchun bunaqa narsalar bor. Ko'rishinglar mumkin. Dvoyka, troykalar bor. Bemalol ko'rishinglar mumkin. Va do'konimizda sportivkalar bor. Bunaqa sportivkalar bor. Bu narsani ham ko'rishinglar mumkin. Bu ham chiroyli. Bundan ham oldik biz. Instagramga qo'yamiz. Har xil ranglari bor. Bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Xo'p, endi biz mana shu narsani kommentariyada yozinglar. Mana shu narsadan buyurtma qildik. Ko'rishinglar mumkin. Polo juda ham chiroyli narxlari. Kommentariyaga yozinglar, mana shu narx qanchaga tushadi, O'zbekistonga borishi qanchaga tushadi. Lekin materiallari ko'rib tursanglar, вообще zo'r. Kommentariyaga albatta yozinglar. Hozir biz bu do'kondan buyurtmalarimizni berib, keyin boshqa do'konga boramiz. U do'konda narxlar bundan ham arzon, yaxshi narsalarni yana ko'rsatamiz sizlarga. Buning uchun bizga albatta obuna bo'lib qo'yinglar, like, podpiska bosishni unutmang. Xuddi mana shunday tirbandliklar orasida biz mana shu hozir katta do'konga ketyapmiz. Ushbu tirbandliklar menga Istanbulni eslatib yubordi, chunki Istanbulda ham xuddi shunaqa mashinalar, kargolar, mana shunday narsalar menda juda ham ko'p. Istanbuldan biznes qilgan paytlarimizda xuddi shunaqa narsalar bor edi. Hamma o'sha kargolarni olib ketardi. Ko'rishinglar mumkin. Istanbulda hamma narsa tartibda ketadi. Bu yerda odam ko'pligigami bilmayman, juda ham tartibsiz. Ayniqsa shu moped sohasida ozgina tartibsiz. Agar sizlarni ham bozor aylanib, qorninglar och chiqib qolsa va bozor yaqin atrofida halol ovqat qidirmoqchi bo'lsanglar, aynan Shaha bozorining yonginasida mana shunday halol ovqat sotadigan joy bor. Mana ko'rishinglar mumkin. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana halol belgisi bor. Bemalol shu yerga kirib ovqatlansanglar bo'ladi. Mana ovqatlari ham arzon. Mana shu yerda xitoyliklarni shashliklari bor. Shu Uyg'urlarniki juda qo'y go'shtidan bo'ladi. Juda ham shirin, mazali. Bemalol ko'rishinglar mumkin. Ichlari ham ozoda, toza. Biz ham shu yerda o'tirib hozir ovqatlandik. Endi bozorimizni davom ettiramiz va sizlarga yana narsalarimizni, olgan narsalarimizni ko'rsatamiz, narxlarni ko'rsatamiz. Bizni kuzatishni davom ettiring. Xo'sh, boyagi metroni eslaysizlar. Metrodan chiqqaningizda yo'lning bu tarafida shuni kirishinglar bilan mana shu do'konga kelasizlar. Mana ko'rishinglar mumkin do'kon. Katta bozor bu. Mana shu yerda jinsi shimlarni sotishadi. Renski bilan hammasi ayollarniki. Narxiga ham e'tibor berasizlar. Mana shularning hammasi 30 yondan, mana bular 20, 30, mana 20, ona bu yerdagilar 20. Biz ham xuddi mana shu yerdan oldik. Jinsilarni sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerda oqlardan oldik biz. Yaxshi tarafi bu yerda donaga ham berishadi. Donaga ham olishinglar mumkin. Mana shunaqa oqlardan oldik biz. Mana ko'rishinglar mumkin. 30 yon har xillari bor. Mana bizanikini hozir paketlar chiroyli qilib solib beryapti. Bu tarafdagilarni ham ko'rsataman sizlarga. Hop, bu bozorga kelgan paytinglarda mana shu yerlarda koftalar bor, qishki ko'jalar bor. Bu yerda rosa skidkalar zo'r bo'ladi. Bemalol kelib olsanglar bo'ladi mana. Mana shu jinsi shimlar 20 yondan ekan, 20 yon. Tasavvur qilyapsizlarmi? Agar sizlarga olayotgan kontentlarimiz yoqayotgan bo'lsa, bemalol bizani qo'llash uchun kommentariyalarni, like'larni portlatinglar. Mana shu yerda jinsilar bor, mana misol uchun bu jinsilar bilan mana bular ko'jalar mana. Ko'ringlar. 60 yon bittasi. Agar ikkita olaman desangiz, 100 yon. Yomon emas, lekin mana holatni ko'rsatay sizlarga. Chotki zo'r. Bemalol olsanglar bo'ladi. Mana. Ko'jalari bunaqa yomon emas lekin. 50 yon donasi mana. Holati yaxshi. Mana ichlarini ham ko'rsataman sizlarga. Kurtka olsangiz bir. Ko'zini kurtka. 50 yon ekan. Olinglar. Ha? 50 yon. 50 yon qancha bo'ladi? Ko'rishinglar mumkin. Hamma davlatdan kelib bozor qilishadi mana, ko'rishinglar mumkin.
мужской. Мужской, не знаю. Спроси. А мужской отдел записываешь? Ko'rishlar mumkin. Har xillari bor. Mana shu yerda bozor. Kontentlarimiz sizlarga yoqyapti degan umiddamiz. Chunki bundan oldingi olgan kontentimda shu bozorlarni, не знаю. Где-то сзади. Где-то сзади. Xo'p, olgan kontentlarimda ko'p kishi so'rabdi bizadan nimaga hamma narsa narxini ko'rsatmayapsiz yoki yaxshilab olmabsiz deb. Shuning uchun bu safar ko'proq detalni olishga harakat qildim va hamma narsani sizlarga chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilyapman. Mehnatimizni qadrlash uchun bizga albatta like, podpiska bosinglar, chunki kanalimiz yangi va sizlar uchun xudo xolasa mehnat qilyapmiz. Mehnatimizni qadrlaysizlar degan umiddamiz. Demak, videomizni shu yerda yakunlashga qaror qildik va bozorimizni boshlagan joyimizda hozirmiz. Yana qaytib metroga chiqib ketamiz. Xo'p, bugun olgan narsalarimiz shular va ba'zi narsalarimizni ertaga xudo xolasa bizga kargo qilib yetkazib berishadi. O'zbekistonga shu oy oxirigacha yuklarimiz yetib boradi. Instagram sahifalarimizni shu yerga qoldiramiz. Bemalol buyurtmaqsangiz bo'ladi. Qaysi razmerni aytsangiz olib qo'yamiz. Donaga ham, optimga ham sotaveramiz. Bemalol bizga murojaat qilinglar. Keyingi bozorlarda xudo xolasa uchrashgungacha xayr.